Hurmatli obunachilar, 100 necha bosham bu yog'ini video davomida ko'rasizlar. Hozir olgan odam yutuvdi. Videoni o'tkazmay ko'ringlar, biz boshladik. Mashitida endi shoshmay ko'rishingni tavsiya qilaman. 2025-yilni aziz obunachilar, oxirgi 1,5 oy 2 oylik orasida tasavvur qiling. 2025-yilni oxirgi 1,5 oy 2 oylik vaqtida va 2026-yilga o'tib aynan mana shu yigitdan, mana shu boladan, mana shu insondan kim mol olgan bo'lsa, inshaalloh ular yutuqda. Sababini mollaringlarni o'zgarishiga qarab turib va aziz obunachilar, kuzda o'sha cho'jani kuzda sanaymiz degan joy keladi-yu, ana o'shanda bu bolani yana ham 2 barobar, двойной deydi-ku ruschasiga. Ko'proq duo qilasizlar. Sababiki aziz obunachilar, bu bolaning mollari o'sha haqiqiy abakandan keltirilgan mollar edi. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmay ko'ringlar. Simmental, Greenford va Qirg'iziston baroda shved buqalarini hozir video davomida ko'rsatib boramiz. Like bosib qo'yishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligini boshlaymiz. Mollarimizni shuna tashqariga olib chiqamizda, o'sha arzonchi Zuhriddinning mol firmasidamiz aziz obunachilar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Zuhriddinga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zuhriddin Uzoq yaqindan butun dunyodan kuzatayotgan bizni yaqin qadri bilan obunachilar. Kelayotgan ayyom hammanglarga muborak bo'lsin. Aytganingiz. Bugun Xudo xolasa har bitta bizdan mol olgan insonlarga tuhvamiz, hadiyamiz bor aka, inshaalloh aka. Kelaverasizlar. Bizdan mol olgan odam haligi quruqchi ketmaydi, Xudo xolasa aka. Inshaalloh. 120 boshga yaqin molimiz bor. Xudo xolasa Fozil aka qo'ldan kelgancha ishlab harakat qilib turibmiz endi aka. Gap yo'q aka. Narxlarini ham chiroyli qilib aka qo'ldan kelgancha haligi qayerdan, vodiydanmi, vohadanmi kelib ko'rsami, uzoqdan turib olsami afsuslanmaydigan narxlarda mol qilib beraman. Ine keyin olgan puliga arziydigan buqa qilib beraman aka. Qo'ldan kelgancha ashi go'sh yo'nalishidagi buqalarda aka. Narxlar 2025-yilning narxi bo'ladi aka. Bo'laveradi aka bizga Xudo xolasa. Mana shu moldan eksperiment, misol uchun kelasiz, kelganingizda mana bunda qaraysiz. Mana u to'rtburchaklar ko'ryapsiz, mana to'rtburchaklar mana ko'rishingiz mumkin. To'rtburchaklar ko'ryapsiz. Endi mana bu mana akalar, mana bu yerda tuxum kalla mollar bor-da. Bunda e'tibor bersangiz mana tuxum, bu ham joy tuxum emas ekan. Xullas qonunda Simmental bor. Greenford akalar, qonunda Simmental bor. Mana shu mollar ko'rasizlar katta bo'lib ketishini. Ko'ryapsiz? Qonunda Simmentalli kallasida bu kallalar. Hali tuxum kalla emas, metimda bo'lib. Bu yog'i video davomida ko'ramiz. Ketdik Zuhriddin. Olib chiqamizmi? Boshlardik. Xudo xolasa duoda bo'lasizlar. Chorva olaman degan aka-ukalarimizga tavsiyalarni qilamiz. Tanlovda adashmaysizlar degan umiddaman. Aziz obunachilar. Yashuriga ham javob degan buqalar qo'rqmasdan molga borib qo'shadi. Novoslar yashur bo'lib chiqdi yashurdan. Bu yog'ini ham aytib o'tib ketaylik. Nima deydi? Rasa o'sha yashir davridan aziz obunachilar novoslarimiz chiqib turgan payti. Bu yerda Qirg'iziston paroda buqa ishqibozlariga akalar mana 20 tacha bor, xudo xolasa. Toza Qirg'iziston. Javob degan joyda xudo xolasa Qirg'iziston parodaga ham javob, xudo xolasa. Kelaverasizlar, eng asosiysi Foziluzdan aloqalashishamiz deb qo'yishni unutmayman. Buni qarang, peshonasi yarqiragan novoslarda. Bugungi sanani aytsak, aziz obunachilar, 15-fevral sanasi haftani xudo xolasa do'stlar, yakshanba kuni 2026-yil. Barchangizga bugungi tong, bugungi kun xayrli va barakotli bo'lsin. Barcha chorva boqayotgan aka-ukalarimiz chorvalariga Allohim o'z barakotini yog'dirsin. Havas qilgan, niyat qilgan obunachilarimiz bexijolat kelaverasizlar. Tanlovda adashmaysizlar degan umiddaman. Hurmatli aka-ukalar, mana qarang. Qaysi viloyatdan ko'ryapsiz? Bexijolat keling ko'ring, nima olayotganingizni his qiling. Narxi solishtirib olsangiz, narxi shunaqa zo'r narx bo'ladi inshaalloh. Bu yog'ini video davomida ko'rib boraverasizlar mana. Angus desangiz, Angus, qo'ng'ir variantlardan shved desangiz, shved. Mollar yashurdan to'liq chiqdi akalar. U yemishga kirdi. Mana ko'ryapsiz. Ko'z tegmasin. Endi bitta ikkita bunda o'xshaganlari bor, yashurdan chiqdi. Buni bekitmayapmiz sizlardan, xalqdan bekitmayapmiz. Mana. Mashalloh. Zuhriddin Xudo xolasa yashuriga aka kafolatini olib bizdan mol olgan odamlar bir hafta sinab olishaveradi aka. Buni qarang, to'rtburchak kalla. Bular aziz obunachilar, to'rtburchak kallalar. Endi bilgan narsamni aytmasam bo'lmaydi-da. To'rtburchak kalla mollar
katta bo'lishga zo'r katta bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Ashli ham sementalda, uni ketayotganlar. Vobsh katta bo'ladi. Tuxum kalla bilan to'rtburchak kallaning farqi bor. Mana hammasini kallasiga e'tibor bersangiz, hammasi to'rtburchak kalla aka. Quloqlar katta quloq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yog'ini video davomida ko'rib borasiz. Voy, mana patsosni qarang, eng kichkinasini. Mana. Zo'r narsaga mana shu ham. Xo'p, birinchi partiyamizda nechta chiqadi? Zuhriddin endi xudo xolasa. Xo'p, aka 120 bosh moldan aka 90 bosh aka, bir ikkita kam 90 bosh aka. Hozir mana shu birinchi partiya chiqqan molimiz 2 kam 90 ta. 90 ta. Hurmatli obunachilar, mana arzonchi Zuhriddindan xudo xolasa birinchi partiyamizda 90 ta, ikkinchi partiyamizda nechta? 30 nechta ham aka? 30 nechta. Hisob. Oyog'i yo'g'onligini qarang. Yo'g'onligini qarang, oyoq qo'llar aziz obunachilar. Mana. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana qarang, avlikollari ham bor ekan. Mana. Janavarni qarang. Bular bor-ku, shundan zo'r ketadi. Xudo xolasa. Ketdik zo'r. Xo'p, biz endi kirdik mana xudo xolasa. Bu yog'i boshlandi. Zuhriddin, Mardlar. aytavering. Narxi ayting uka, obunachilarimiz narxi aka turmaydi. Endi baribir nima desam bo'ladi aka? Siz nima desangiz ham yarashaveradi uka. Optimdan boshlasak ham bo'laveradi aka. Xohlaganingizcha boshlang. 22,5 milliondan O'zbekiston bo'ylab aka hammasini bir joyga beramiz shu 90 boshda aka. 22,5 milliondan. Ha. 17 milliondan aka. Ha. Balati bir dona olsa 25 millionga molimiz bor. Bor. 10 dona olsa 23,5 milliondan tanlab olsin. 10 dona olsa 23,5 milliondan. Ha. Chunki endi bir dona deganda bu aka ko'p aka-ukalarimiz tushunadi. Bir dona endi kattaroq molimiz bor. Bitta-ikkitaga bor-da kattalari. Ha. 10 dona oladigan bo'lsa aka, qo'yiq suyuq qilib baribir chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Mashalloh, bu qo'lani qaranglar, hurmatli obunachilar. Baribir bor, zo'r. Arzonchi deb bejizga aytmaymiz. Vodiy arzonchisiga aylanib bo'ldi Zuhriddin. Sabab 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23 ni ichida aka ishlarimiz xudo xolasa bitaveradi aka. Xalqi 25-yilning oxiri, 26-yilda aziz obunachilar aynan xalqi duosini olib turgan ukamizdan narxamonni eshityapsizlar. Boshlang'ich narxi 17 million dedingizmi? 17 millionga mol chiqarib beraman aka. Nechta chiqarib berasiz Zuhriddin? Aka, haliga aytsak baribir yo'q narsani aytgandek bo'lamiz, lekin kichkina mol bor 17 millionlik. Shuni 17 millionga chiqarib beramiz. Nechta bor undan uka? O'zi bir dona kichkina mol bor. Bir dona bor. Men lekin bir jup 17 milliondan mol chiqarib beraman. 18 milliondan ham mol chiqarib beraman aka. Holatiga qarab turib, sifatiga qarab turib molda aka. Haydavering. Katta kichigiga qarab turib kelishamiz aka. Sifatiga qarab turib, xudo xolos chiqarib berish imkoniyatli bo'ladi aziz obunachilar. Haydang, mashalloh, bu qo'lani qarang aziz obunachilar. Novvoslar haqiqatdan zo'r, lekin bir joyga olgan odam ham yutadi, 5-4 ta qilib olgan odam ham yutaveradi. Sababi novvoslarning sorti, parodasi, qoni aynimagan yaxshi novvoslar aziz obunachilar. Soni shu 90 nechta dedik sonini? 90 ta aka. 90 ta. 88 ta. 88 ta ekan. Mana ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Mana eng kichkinasining bo'yi ham 1.5 plus aziz obunachilar. Bularning orasida eng kichkinasining bo'yi 1.5 plus. Kattalarning bo'yini aytadigan bo'lsam, hurmatli aka-ukalar, kattalarning bo'ylari 1.15 plus kattalarning bo'yi. Xo'p, endi narxlari xudo xolasa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Dastlabki xizmatlari o'sha 2025-yilda olsa ham aka, muammo yo'q. 2025-yilda qanoq bu yerga kelib mol olib ketgansiz, o'sha gap. Dastavkalardan muammo bo'lmaydi ikki dunyoda xudo xolasa. Aka, bularni hamma tomonlama ukol dorilarini qilib aka tayyor qilib qo'yganmiz. Olib borgandan bir 4-5 kundan keyin kanapitlariga ukollarni qigizish bo'lsa, molni yeyishini ko'rib xudo xolasa hayron qoladigan. Mashalloh. Yeb ichishlari nihoyatda zo'r. Mana aka, mana shu ham Bishkekda mollar azobunachilar mollar bor-ku, zakonni ichida bundaqa kalma shu katta bo'ladigan sortidan mana. Lekin oyoq qo'llari ham o'ta polvon xudo xolasa. Novvoslar o'ta zo'r. Novvoslarga vobshe gapirgan tili ojiz, gap yo'q uka.
bugungi kunda oladigan, xudo xolasa. Fozil aka. Zuhriddin, nimagadir uka siz bugun avjda emassiz. Evet. Bilyapsizmi? Aka, Ha? men nima desam bo'ladi, aka? Ha? Hali obunachilarni sog'inmay, ancha bo'ldi-yu, mana Ha. videoga Ha, chiqmaganimizga. ha. Hayajon bo'lyapti aka. Hayajon bo'lyapti. Hayajon bo'lyapti aka, baribir. Hayajonlanmang uka. Mollar zo'r, xudo xolasa. Siz xudo xolasa xalqi duosini olayotgan yigitsiz inshaalloh. Juda ko'p Siz insonga bugun mollarni xudo berdik. xolasa bizni obunachilarimizga bu привозной mollarimizni berasiz uka, xudo Xudo xolasa. xolasa aka. Inshaalloh. Bu mollarni xudo xolasa bizni obunachilarimizga berasiz. Endi ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Bitta mana shu yerdan o'tkazib bersak bir ichidagi- yengil. Aka, Ichidagi Zuhriddin Mana. Qirg'iziston paroda buqalarini terib olaman degan akalarimizga kelishamiz aka uni ham. ikki partiyani ichidagini Ha, terib berasiz, ha? terib Biz beramiz. aka. ashaddiy obunachilarimiz kelishadi, telefon qilishadi, xudo xolasa. 19 milliondan 23 millionga doğru Qirg'iziston mollari ham aka. Mana aziz obunachilar, Mana 17 bir milliondan katta boshlab pul bu olib yog'i ketmaydi. narxi eshitdinglar. Ha. Qanchagacha aytdik? Aka, balati bir donasi 25 million, 4 25 tosi, million. 6 tosi, 2 tosi уже narx Narxi- holatiga qarab Aha. turib tushaveradi aka. Tushaveradi. Ha. Mana, Maqsad sotish xudo xolasa. Narxi sifatiga qarab turib bo'ladi aka. Birinchi o'rinda katta kichikligiga qarab emas. Misol uchun kichkina sifatli mol qimmatroq bo'lishi mumkin. Aha. Katta mundayroq mol aka sal arzonroq bo'lishi mumkin. Mana Shu sifatiga, janob. holatiga qarab turib kelishaveramiz Mashalloh. aka mana. Mana. Mana shularning Mana. bo'yi 1.15 plus, 1.20 ga yaqin. Mana shu Ha. katta, mana shular katta Mana. buqalar, aziz obunachilar. Manaqa nimalari To'qoli ko'p ko'p aka. ekan, ha, To'qoli to'qoli. ko'p molda aka. To'qoli ko'p ekan. Hozir Molni- rosa ko'p Mana. aka-ukalarimiz ham o'zi birinchi kelib tanlaydigan moli to'qol Man- mol. Hozir bu mollarni ko'rib Zuhriddin birinchi avvalgi yili mana shunaqa qizil buqalarni boqqanman-da. Ha. Kallasini ko'rib o'sha buqalarim esimga tushdi-da. Videoni Ha. boshida ham aytib o'tib ketdim, e'tibor To'rtburchak berishingiz mumkin. kallalarni. To'rtburchak kallalar. To'g'ri. O'sha mani buqalarimni sortidan ekanda. Ha. Aka o'zi Mashalloh, bunaqa mana. buqalar kelishi ham jicha kamayib qolgan. Voy, 26-yilda Ulgib qolaringlar aka. Ha, Hali 26 bizni gapimizga kulmanglar, lekin harakat qilib qolaringlar. Manaqa Qirg'izistonning buqalari ham aka hadeb ham o'tmayapti. Ichida shuning uchun aytganman-da, aralashib kelib kelishsa qolyapti. deyapman biz obunachilarimizga iloji bo'lsa shu 20 tani ajratib ham qo'ysangiz mayli shu Albatta, videodan qilib keyin, ha beraman aka, uka. xudo xohlasa. Videodan keyin. bo'laveradi. Shuna o'zimizni mana shu yerda andijonlik obunachilarimiz bor, o'zlari bilishadi, shuna ko'rib telefon qilishadi. Mana aka, xudo Shunaman xohlasa obunachilarimiz. olib boqsa baraka Mana. topadigan ichida bir xudo xohlasa yomoni yo'q molni. Gapsiz. Aybi shu endi charchag'i, urindichiligi jicha manaqa holatdan chiqqan. Hozirgi kunda juda ko'p odamlar shu yashurdan beziyapti aka. Aha. Qo'may kelaversin aka. Bizda xudo xohlasa bir og'zi ko'pirib turgan, bir yemay turgan molimiz yo'q. Kelib guvohi bo'lishaveradi. Hammasi quruq somonni bersa ham xudo xohlasa oshalab yeyapti. Qo'may olib borib mollariga qo'shaveradi. Xudo xolasa. Keyin narxi ham yomon bo'lmadi Yomon menimcha bo'lmadi. aka-ukalar. Vaqti Chunki zo'r. kelib Endi qarab tushayotgan. turing, hammasini men so'rab kelgan odamga-da, Zuhriddin, Ha. gapingizni bo'ldim. Ha. Qanchadan beraman dedingiz? 22,5 dan dedim. Ha. Aka 23 Mana million ham aytib kelgan demadim. odamga hammasini bir joyga o'tib berasizmi har biridan? Albatta o'tib beraman. Aka Ha? xudo xohlasa 22,5dan o'tib beraman. o'tib aka, berasiz, xudo ha? xohlasa, Kelingchi. albatta. Yigit Aka- so'zidan qaytmaydi. Yo'q, aka, umuman qaytmayman. Gapsiz yo'q. Sotaman, maqsad sotish. Gap yo'q uka. Kelganingizda e'lon aytdim. Aka, men o'zi bir kishiman aka. Aha. Meni haligi qirg'izchasiga aytganda meni qursag'imga yarasha yetadi aka. Gapsiz yo'q. Bu degani mana Kichkina. oshqozonimga Ha. yarasha yetadi deyapti. Bo'ladi aka. azobonachilar. Hali oshiqcha nima qilmayman, sizga ham aytdim aka, buni yurgizib sotamiz. Maqsad Gap yo'q. sotish. Gap yo'q. Kelgan aka har bitta kelib mol olgan odamga xudo xohlasa bugungi kunda hadiyamiz bor. Ramazon tuhfasi xudo Tuhfasi. xohlasa aka qo'ldan kelgancha. Gap yo'q. Gap yo'q uka. Menga shunday baylab turib qurbonlikka baqib qo'yadigan buqalarimiz bor xudo Gap xohlasa. yo'q. Ketdik. Pullari yengil uni ham. Ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Men Endi Foziljon, men xudo xolasa qurbonliqqacha yoz chillasida boqishim kerak. Menga Qirg'iziston paroda buqalar, rossiyskiy paroda buqalarni o'sha yemga tayyorlari degan aka-ukalarimizga inshaalloh mana o'sha Qirg'iziston paroda buqalari ham mavjud. Javob Qirg'iziston paroda akalar. Buni men gapiryapman, siz eshityapsiz. Ikkilanmay kelavering, xudo xolasa.
Meni ham duo qilasiz, bu mollarni sotayotganlarni ham duo qilasiz, xudo xolasa. Bu ikkinchi partiya, birinchi partiyani bu yoqda ko'ryapsizlar. Zuhriddin endi boshlardik ukam. Aka, mana shu 32 bosh yemga tayyor buqalarda, xudo Aha. xolasa bunday qilib aytganda aka. 32 bosh. 32 bosh. Siz endi optimchi inson bo'lib tanildingizda xalq Xudo xolasa orasida. aka. Endi shuni aytib qo'yavering. Biz Aka, bu 32 boshni Ha. hamchi, ana kichkina buqalardan farqi yo'q. Farq- Buni 23 million deb olmayman. ha. Chunki kelib tushgan narxi bir xil, odamlarga jicha qulay bo'lsin deb ajratib qo'ydim aka. Ha. Qiziqsa 22,5 milliondan beraveraman. Balati bittasi 25 million, 10tasi 23,5 milliondan buni ham beraman. Aha. Kichigidan 19 million, 20 milliondan ham mol chiqarib beraman aka. Endi Ha. kichik deganimni ham mana 20 millionlik molda endi fozla aka. Ha. Hammasi ko'rishim xudo xolasa hali paroda mol. Bitta akamiz so'rayapti-ki, Qirg'izistonga mana shunaqa ozgina mol uchun o'tyapsizmi? Yo'q, Qirg'izistonning moliga rossiyskiy mol aka qo'shilib o'tgan mollar. Qo'shilib o'tgan akalar endi Hani Ha, yashiradigan joyi yo'q. Hali u yerdan bu yerdan terilgan Ha, mol emas. terilmagan. Mesniy mol emas. men Hammasi buni kelsanglar, o'zim guvohiman Ha. akalar. Nimagaki endi bo'layotgan holatni o'zim bilib turaman. Buni Ha. meni obunachilarim juda ham yaxshi bilishadi. Qirg'iziston paroda buqoni yaxshi tanishimmi va holatni, hozirgi holatlarni, har doimgi holatlarni bilib turganligim uchun o'zimga ishonib aytyapman-da Zuhriddin. ha, unda xolos. Bir joyga qanchadan berib yuboramiz shunda? 22,5 milliondan aka O'zbekiston bo'ylab chiqar Aha. deganga yetib boradi aka, xudo Xo'p, xolos. 22,5 milliondan 22,5 optimga milliondan. 33 tamidi? 32 ta aka. 32 tani bir joyga 32 narx bosh, chiqdi bir joyga. akalar. Yana savdosi kelishtirib Albatta, beriladi. kelishamiz aka. Sunnatiga u haligi dunyoni narxini qo'ymayapti akalar. Ha. Novvoslarimizni bo'ylari 1.15, 1.20 atrofidagi novvoslar. Faqat bular ham o'sha anu novvoslar bilan birga kelgan, ichida sement, Qirg'iziston paroda, qora ola, liboydan bor, xudo xolasa. Avliko Ha, deydimi? avliko, xudo xolasa. Faqat olib borasiz, shuni yemga bag'laysiz, xudo xolasa, natijani ko'rsataveradi mana. Bo'ylari 1.15, 1.20 ga hisob kitob qilasizlar. Narxini aytdik. Endi Zuhriddin bundoq qilsak uka. Ha. Tanlab olishga nechi pul chiqarib beramiz. Balati bir dona olsa 24 millionga olsin. Aha. Fozla aka. 24 Oshcha narx million. qo'ymaylik aka. Hop. 24 gap yo'q. millionga balatini tanlab olsin. Agar 4 ta olsa aka, uni ham kamini qilib beraman aka. Aha. 10 ta olsa undan ham kami bo'ladi. Ana bo'lmasam akalar. Men tanlab bersam aka 4 ta 19 milliondan mol chiqarib beraman. 19 milliondan. 20 millionga ham mol bor, 21 ga ham bor, 22 ga, 23 ga. Shuni atrofida o'zi ko'p ish bitadi aka. Mana 22, ko'ryapsiz, 23 ga ko'p ish bitadi. Mana ko'ringlar. mollarni Haydi, aybi endi shu aka. Biroz oraliqroq xolos. Shu, ha. Yo'lda endi qiynalgan, qish Molda endi aka. qish kunida kelgan Ha, mana. Rossiyadan aziz obunachilar. Mana. Endi Mana. Qirg'izistonga kelganda mana ular qo'shilishib Mana uni o'tganda qarang, mana Qirg'iziston jon- paroda mana. buqalarni orasiga tiqib olib Bekinib kirishgan. o'tib ketib Mana qoldi. qarang. Bu oyoq qo'lini O'ta qarang, zo'r mana narsa. buqani. Mana qarang. Xo'p. Mana Narxlar oyoq xudo qo'llar. xolasa akalar juda Zuhriddindan olib turib boshqada sotsangiz ham bo'laveradigan narx bo'lyapti. Ha, o'zim ham qiziqib turibman deyinda. Ya Narxni eshitib o'zim ham qiziqyapman hozir deb qo'ying. bizni obunachilar juda yaxshi tushunishadi. Ha, mana. Kelgandan keyin narxlar ko'tarilib boshqa bo'ldi degan gap Yo'q, so'zlar yo'q, aka, inshaalloh xudo xolasa bo'lmaydi aytilgan aka. narxga sotamiz. Kelgandan keyin hali katta molni ushlab 17 million, 18 million beraman desa bera olmaymiz. berilmaydi. Holatiga, sifatiga qarab turib narx aytyapmiz. Mana shu aka, mana. olani misol uchun nechi pul qilib berasiz? 23 million kamini ham qilib beraman. 23 millionga. Bitta Hurmatli juplab olsa aka 45 millionga beraman. ana, hurmatli obunachilar. Yengil una bir oshcha narx Bu yo'q. bola 5-400 ming qo'yib gapirayotganini men bilganligim uchun Xolos. Ha, ochiqchasiga aytyapman. to'g'ri. Ha, kelib haligi bundaqa katta, bundaqa sementalli shu 17 Yo'q, to'g'risida hali hamma So'ramaydi bir-birimizni deyapti. hurmat qilsak, Ha. men aka obunachilarni juda yaxshi hurmat qilaman aka. bor narsani gapiryapti, Ha. eng qizig'i. Xudo Uka, xolasa olib baqqanidan baraka gap yo'q topadigan uka, ey. inshaalloh. Narxlarni eshitib o'zim xursand bo'ldim. Eng avvalo. Shunaqa kunda endi aka haligi mol yo'q ekan deb buni narxini o'zimni o'zim oshirib olmayman. Xudoyim qodir qilsa, nasib bo'lsa aka mol kelib turibdi aka. Xudo xolasa. Ha. Xudo xolasa kelaveradi ekan. Kelaveradi. Ha. Aziz Endi obunachilar, qaydan bo'lmasin harakat qilib, Mana. Xudo xolasa obunachilarga harakatdamiz aka. behijolat qaysi viloyatdan ko'ryapsiz? Qachon ko'ryapsiz? Ha, foydalanasizmi? Boqasizmi? Qizig'i yo'q. Shuna Aloqaga telefon qilasiz. chiqaversin, yana 110 ta molimiz yana kelyapti. Yo'lda. Yo'lda. Ish bitaveradi. Ha, shu uchun yengil narx aytyapman, aka. Bo'ldi. Bo'shatishga bu yoq Uka, aka. savdoyingiz Alloh barakotli qilsin. Kimgadir molimiz yaqib, sifati, narx-navosi yaqib bo'lsa, xudo xolasa kelaverasizlar.
Sizlarga yaxmagan molga qaramay qo'yarasizlar. Yaqqanini sizlar olarasizlar, qolganini bizga qolaveradi. Qolaveradi. Ha. Gap yo'q. Like bosib kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa uylarga shunaqangi buqalardan, sementalidan, eng zo'rlaridan to'lsin. Like dinada bitta bosasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mo like bosgan qo'llaringiz butun umr dard ko'rmaydi, xudo xolasa aka. Ka'batullohga tez kunda yetib borib, ota-onani xizmatini qilishlik nasib qilsin. Amin. Kim kommentariyada xudo xolasa shunga havas qilib, jicha bo'lsa ham havas qilib kommentariyada otangga rahmat deb yozgan aka-ukalarimiz uylariga shunaqangi buqalardan to'lsin, xudo xolasa. Bizi tilaylarimiz yaxshi, biz niyat qilishdi, yaxshi niyat qilishdi, xudo xolasa davom etaveramiz. Bitta mol olgan odamni uyi xudo xolasa keyingi yilga 10 ta bo'lsin. Amin. Yaxshi niyatda olgan aka-ukalarimiz. Haqiqatan. Zuhriddin, savdoyingizni Alloh barakotli qilsin. Rahmat Ilohim fozla 26-yilda ham xalqimiz duosini olib yuravering uka. Xudo xolasa. Boringizga shukur. Hammalarga boshimiz yerga tekkincha ta'zimdamiz. Sizlarni hurmat qilamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarim, qadrdonlarim, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, soqqani qilib molni olib boqaringlar. Gap yo'q. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Yashang uka. Boringizga shukur. Aziz obunachilar, videoni xato kamchiliklariga uzr so'raymiz. Videoni oxirigacha ko'rgan aka-ukalarim rozi bo'lib qo'yinglar, ko'rganlaringizga va tanlovda adashmaysizlar degan umiddaman. Imkon qadar keling, ko'ring, nima olayotganingizni his qiling. O'zi kelgan odam bu bolani shuna yuziga qarab turib, xudo xolasa baho beraveradi. Xudo xolasa yaxshi bola, yaxshi inson. Inshaalloh. Mollari ham yaxshi. Mana 1 yil mobaynida 2025-yilda ancha xalqqa duosini oldi bu bola. Xudo xolasa sizlar ham aldanmaysizlar va boshqa nima deydi? Nima bo'lib qolmaysizlar. Sizlar kelgan inson urinib turmaydi, xudo xolasa. Kelgan insonni ko'nglini olib xizmatini qiladigan inson. Kelaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lokatsiya ekrandagi nomerlarda bo'ladi yoki Telegram kanalimizda bo'ladi.